Dadajon, men keldim. Bemalol bo'lib keldim. Ertalabdan keldim. Doim aytardingiz, shoshib kelib, shoshib ketasan deb. Diydoringga to'ymayapmiz der edingiz. Erta boraman, indin boraman deb sizni ko'p kuttirdim. Vaqtida yo'qla olmadim. Ilhaq bo'lib yo'l poylashingizni bilsam ham o'zimdan ortib bora olmadim. Xonangizga kirsam, tokchada men yaxshi ko'rgan tog' asali, yong'oq, mayiz va bir dasta pul turgan ekan. Onamning aytishlaricha, bularni men uchun saqlabsiz. Qizing kelsa beraman deb kun sanabsiz. Dadajon, sizni qo'lingizdan olsamgina bu narsalar yoqimli va qadrli ekan. Endi hech biri tatmayapti. Dadajon, sizga manta qilib bermoqchi edim. Qovoqli mantani yaxshi ko'rardingiz-ku.